Assalomu alaykum, bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan yurtdoshlar, 2026-yil 5-may seshanba kuni video olinyapti. Vanderkot o'rinavi. Eng birinchi pishadigan, eng mazali o'rik, amerikanskiy sort. Juda ko'pchilik уже tanib bilib bo'ldi bu o'rikni. Juda ertaki eng birinchi pishadigan o'riklarning ichida mazalisi ham xuddi shu mana do'stlar. Vanderkot o'rigi bo'ladi. Hosillariga o'zlaringizdan baho berasizlar. Mana buni qaranglar. O'rik turishini. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Boqmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilamiz. Sababi hozirgi kunda baland narxda sotilyapti, sababi ertak. Mana hosillar. Vanderkot tanagidan ajraydigan sort, eksportga zo'r ketadi. Turishini qaranglar. Mana holatiga o'zlaring baho beringlar. Boqmoqchi bo'lganlarga ko'chatlarni tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa kuzgi ekish mavsumiga, kuzgi va bahorgi mavsumlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Erta daromadga olib keladigan sortlardan boqmoqchi bo'lganlar pastga nomer qo'yib qo'yapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar. Videoga like bosib qo'yasizlar.